Bolalar. Bo'ldi, chiqarib oldim. Barcha salomlar. Men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Bola, senga nima bo'ldi deyotgan bo'lsanglar, men shu suv o'rtasida, okeanda bir o'zim shu qayiqman bilan qolib ketdim. Lekin menda qanday atesimda yo'g'urdi, shu baliq va mana bu va non bor. Boshqa hech narsa yo'q. Men shu yerda bir o'zim qolib ketdim. Hech nimam yo'q. Qishloqqa qaytmoqchi edim, lekin qishloq qayerdaligini bilmayman. Men qanday ketishni ham hayronman. Menda hozir даже telefonim ham yo'q. Kimdirga qo'ng'iroq qiling desam, qishloqlarga qo'ng'iroq qiling desam, lekin menda telefon ham yo'q. Nima qilaman, hayronman. Bola, menda shunaqa muammolar. Bugun video ancha qiziqarli bo'ladi. Chunki biz dengizda bir o'zimiz qolib ketdik. G'alati qayiq va mana bu yer dengiz va baliqlar bilan. Xo'sh, bo'pti, suzamiz, qani nimalar bor ekan. Sizlar esa videoga albatta like bilan obuna bosib qo'yinglar, chunki men tezroq 1000 ta bo'lishimga yordam beradi. Let's go. Bo'lmasam, mana menda hozir non bor ozgina va nonni ozgina yesak, keyinroq ozgina yeymiz, chunki tugab qolsa bekon ekan va bizda bu bor, buni yeb bo'lmaydi. Vobshe yesak bekon ekan, keyin atranini bo'lib o'lib qolishimiz mumkin. Shunga yemayman. Albatta endi sekingina suzib, xo'sh, nimalarni qiziqtiramiz. Bo'lib, men mana bu yerda qanaqadir endi ko'ryapman. Men delfinni ko'ryapman. Delfin hozirda ko'rgan edim menimcha va qalatda zombilar. Menimcha menga tegishmasa kerak va qanaqa okean ichida juda ham zo'r narsalar bor. Oradan 5 kun o'tdi. Menimcha ekranda yo'qdim. Barchaga salomlar. Men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsiz. Hozir 5-kun va menda ovqat qolmadi. Hozir 5 kundan beri 6 ta ovqatim bor edi, hammasini yeb bitdim. Mana buni yesammikin? Yo'q. Bu yemaymiz, atravini bo'lib qolishi mumkin. Baliqchi yo'q. Men oxirgi ovqatim shu. Nima qilsam bo'lar ekan? Nima qilay? Ovqat juda ham qornim ochdi. Shuni yeyaversammikin? Yo'q. Menimcha yerga ham ozgina qoldi. Ozgina chidasak hech narsa qilmaydi. Mana bunda ham tuta olmayapman. Hech narsa vobshe tutib bo'lmayapti. Nima qilsam ekan? Mayli. Yo'lda davom etganimiz yaxshi, eng yaxshi yo'li. Shu yaxshi. Va menga bu kerak emas va hech narsa tuta olmayapman baribir. Bo'ldi, yo'lga ketdik. Nima bular? Yesammikin? Yo'q, yemaymiz. Baribir oddiy cho'p bo'lsa, cho'pni yeb bo'lmaydi. Mayli, bo'lmasam yo'lga otlanamiz. Tinchgina ketdik. Shu eng yaxshi yo'l. Mana buni yemay. Yana ham shuni eslayapman, bo'ldi. Yo'q, yemaymiz, ketdik, bo'ldi. Oradan 10 kun o'tdi. Xo'sh, bu zapis yozilayotganini YouTube'ga chiqaramanmi? Hali aniqini bilmayman, lekin shuni bir narsani bilamanki, menda hozir ovqat vobshe qolmadi. Men haligini ham yeyishga majbur bo'ldim. To'g'ri, bu atravini qiladi, lekin men bunga chidashga majbur bo'ldim. To'g'ri, qorning og'riydi, nimalardir deyotgan bo'lishinglar mumkin, lekin men chidashga juda ham qattiq majbur bo'ldim. Juda ham qornim ochgan edi. Bilmaysizlar-da mening qornim ochganini. Mayli. Lekin men u yerdan qanaqadir yerni ko'rgandek bo'ldim. Lekin bu xuddiki gallyutsinatsiyaga o'xshadi. Qarchi, nima desam bo'lar ekan? Sahroga o'xshadi. Xuddiki yo'q narsaga o'xshadi. Lekin men aniqini bilmadim. Lekin balki yerdir. Men balki borib ko'rsammikin? Balki yerdir. Mayli, borib ko'ramiz. Lekin ishonib qolmaymiz. Balki bo'lsa, aningdaydir. Nima desamkin, bu yolg'on ekandir balkim. Shunaqadir gallyutsinatsiyadir balkim. Qarchi, ayta olmayapman. Nima bo'lsa ham, mayli, borib ko'ramiz. Balki bu yolg'ondir. Mayli, sekingina borib ko'ramiz. Lekin men juda ham qornim ochdi. Ish qilib bir narsa bo'lsin, agar gallyutsinatsiya bo'lmasa. Tushunmadim. Qayoq? Demak bu yerda kimdir yashaydi. Demak bu yerda kimdir bor. Bu yerda tushaylikchi. Nima? Yer. Yer. Yo'qol. Yaramas. Yo'qol. Ma senga. Ovqat. Yaxshi yoqmadi menga. Sandiqqa. Ovqat. Va nihoyat ovqat topdim. Olamiz. Hozir olamiz. Tushunmadim.
What the fuck? Nimaga tapir olib qoldi? Ha, men aytdim, gallyutsinatsiya boshlandi o'sha. Yo'q. Menga bu juda ham ovqatga o'xshab ko'rindi. Ha, lekin bu tapir ekan. Ha, mayli, tezroq bironta taxtani olishimiz kerak. Ha, men o'zimga kostur yashashim kerak. Men juda ham sovqotib ketdim. Tezroq yasaymiz. Bo'linglar, tezroq bo'lish kerak. Maza. Ular men bu issiq menga juda ham maza qilyapti. Bo'lmay necha kunlab, bo'lmay 10 kun sovuqda. O'ylabsam sovuq, suv sovuq, hamma sovuq. Men ayniqsa hozir qishmoq mavsumi o'shunga juda ham sovuqotdim. Va men albatta mayli, hozir buni gapirish. Men mana bularni yeyman. Ha, mayli. Bola to'g'ri, cho'chqa go'shti harom deyishingiz mumkin, lekin men bunga majburman. Ha, juda ham qornim ochdi. Ha, bola, juda ham qornim ochdi. Cho'chqani go'shtini yeyishimga juda ham majburman, bola. Men qornim juda ham ochdi. Ha, mayli. Tushunmadim. Qanaqadir yo'q bo'ldi. Qaramaymiz. Yo'q. Balki rost ekandir-a? Yo'q, bu menimcha sahro bu yo'q. Bu menga gallyutsinatsiya. Yo'q, men ishonmayman. Yo'q. Tinchgina mana bularni pishirib yeb o'tiraman. Balki borsammikin. Yo'q. Mana pishdi. Buncha shirin. Bo'lib birinchi marta bunchalik maza qilib yemagan edim. Bo'lib cho'chqani go'shti bo'lsa ham men buni juda ham maza qilib yeyman, chunki juda ham qornim ochdi, bola. Uzr so'rayman. Juda ham shirin. Bo'ldi, mana bularni ham qo'yib olamiz tezroq. Bo'ldi. Qo'yib oldik va endi balkim holi ham turibdi. Menimcha balki gallyutsinatsiya emasdir. Nima qilamiz? Boraylikmi? Yo'q, bormaymanmikin. Ha, mayli, hozir ko'rmayman. Hozircha muhim emas. Hozir men mana bunimni pishirib olishim kerak. Ha, bo'pti, bo'lmasam bo'ldi. Balki borsammikin, lekin bu qayiq qayerdan keldi? Xuddi menikidek qayiq, bo'li. Xuddi boshqacha ham emas-da. Demak, bu odam ham menga o'xshagan. Ha, u ham yo'qolib qolgan suvda. Ha, albatta yo'qolib qolgan. Qanaqa muammo bo'lgan ekan? Ha, mayli. Lekin kim ekan bu? O'g'il bolami yoki qiz bolami ekan? Lekin menga buni muhimi emas. Lekin bu qayiq ikkimizniki ham bir xil. Qayiq qanaqasiga bir xil bo'lishi mumkin? Hayronman. Ha, mayli. Let's go. Bo'lmasam, o'shmi qaraylar, suyet ham bor. Bunaqa undelar bo'lmashi mumkin. Qaraylar, chiroyli turibdi. Screen qo'yganim yaxshiroq. Ha, buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimga ancha zo'r to'xtab turinglar. Nima? Ha, yo'q, bu gallyutsinatsiya emas shekilli. Ha, shirin. Ha, bo'ldi. Men ovqat yeb oldim va endi menimcha bormasam bo'lmaydi. Menimcha bu sahro emas. Ha, boraman. Ha, nima deyish istayapman? Yo'q, qarachi gallyutsinatsiyami deb shunaqamida, qarachi shunaqa ketdik bo'lmasam. Menimcha unaqa emas. Qanaqadir uy ham ko'rinyapti. Ha, menimcha sekingina ehtimol balki kimdir xatarli odam yashar, balki meni yaxshi kutib olmasam, mehmonlarni yaxshi ko'rmas. Ha, mayli. Ehtimol qarshi taporaman, boraman. Ha, agar bir narsa bo'lsa taporaman, uraman. Albatta sekin tushib olamiz. Ha, tushunmadim nimaga? Cho'chqalar. Ha, mayli. Demak, bu yerda kimdir yashayapti hozir? To'xtab turinglar, sekingina boramiz. Qanaqadir cho'chqalar va spawnlar turibdi. Ha, hech kim yo'q. Sandiqlarda-chi? TNT. Mayli, bularni hammasini olishimiz kerak. Ha, menga kerak bo'ladi. Hammasini. Suv. Ha, suv. Suv. Birinchi marta bo'lib men tuzli suvni ichaverib, o'zlarim qotib ketgan edi. Maza. Mana buni ham olamiz. Har holda kerak bo'lib qoladi. Mana buni ham olishimiz kerak. Non qo'yib qolishimiz mumkin va divan va mana bularni ham olib olganimiz yaxshi. Kitob o'qib o'tiramiz, zerikib qolmaymiz. Fakir, eng muhimi fakir. Mana bu fakirni ham, mana buni ham olamiz. Bo'ldi, ketdik bo'lmasam. Bo'ldi, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Sekin o'tiramiz. Bo'ldi. Bu tezroq ketib qolmasak, agar egasi kelib qolsa,
biz degani bilmadim, balki o'qilayotganimizni ko'rganida nima bo'lardi? Ha mayli, sekingina o'zimizning joyga borib, tinchgina o'tirganim yaxshi. Ha, eng yaxshi yo'l shu, boshqa yo'l yo'q. Ha, tinchgina ketdim. Eng yaxshi yo'l tinchgina shu yerda o'tirib, tinchgina shu yerda yashayman. Oradan 15 kun o'tdi. Va nihoyat topdim. Ha, men va nihoyat buni topdim. Ha, bola, nimani topding deyotgan bo'lsanglar, qarangchi, mana buni topdim. Hozir qornim juda ham ochib ketdi. Bola, men bu yerda 15 kundan beri yashayapman. Ha, 15 kundan beri. Ha, bola, qarangchi, meniki cho'kib ketdi. Nimaganligini bilmadim, lekin hozircha o'sha kimnikidir turibdi va meniki cho'kib ketdi. Afsuski, ha mayli. Menga hech qisi yo'q. Men esa hozir esa nima qilishga hayronman. Nima qilsam bo'lar ekan? Bu yerda уже men 15 kundan beri shu yerdaman. Ha, shu dengizda, o'zim shu orolda yashayapman. Hayronman. Qamaydi. Va men hozir kichkinagina uy ham qurganman va shu yerda 15 kundan beri yashayapman. Ha, va u yerda kechqurun qanaqadir fonarga ko'rindi, lekin mayli, qanaqa fonarlik deyman-da, ya'ni yorug'lik, olov ko'rindi, lekin mayli, menga muhim emas va men ozgina dala qildim va mana bu va hozir va o'zimga kichkinagina uy qurdim, shinamgina. Ha, bola, kichkinagina. Afsuski, bundan katta uy qura olmas edim. Ha, bola. Zato yaxshigina kichkinagina dimchilanib tursa ham bo'ladi va mana bu yerda kitoblar o'qisam bo'ladi. Ha, bo'ldi. Va sandig'imda narsalar va mana bularni solib qo'yamiz. Hop, bo'ldi. Bo'ldi. Endi esa aytgancha menda nima borligini ko'rsataman. Bu kompas. Ha, kompas. Men bu kompasdan xohlagan joyimga va xohlagan yerimga borishim mumkin. Ha, va 10-qishloqqa ham borishim mumkin. Ha, bola, men qishloqlarning oldiga 10-qishloqqa boraman. Ha, bola, men 10-qishloqqa bu kompas orqali borsam albatta boraman. 17 kun o'tdi. Yana ozgina uxlay, iltimos. Yana ozgina iltimos. Nima tovush eshityapti? Nima, kimdir tovushni eshityapti? Tezroq, mana buni o'chirishik. Hozir o'chmayapti. Hozir o'chiramiz. Mana bu olovni o'chirish kerak. Kosterni o'chirish kerak. Kimdir tovush eshitildi. Sizlar ham eshitdinglarmi, obunachilar? Hozir qani, kim bo'ldi? Bu kim bo'ldi endi? Shunaqa kechqurunda kim bo'ldi endi? Sekin. Kimsan? Kim bor? Ket, birga bir jangga chiqasanmi? Yo'q, hech kim yo'q. Haliyam o'tiribdi. Qanaqadir yorug'lik ko'rinyapti. Ha, mayli, hozir bu muhim emas. Ha, men bu yerda yashay olmayman. Ha, bir kun ham yashay olmayman. Hoziroq narsalarimni hammasini olaman. Yo'q, men bu yerda qo'rqyapman. Bo'ldi, men yashay olmayman. Men hoziroq ketaman. Bo'ldi. Narsalarimni olamiz, tezroq bo'lish kerak. Bo'ldi. Mana bularda ovqat kerak bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi. Tezroq mana fakilda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Esimda yo'q edi bu nimaligini, lekin yoritgichmi, qaraychi, fonarikmi, shunaqa. Qaraychi, shuni olamiz. Bo'ldi. Oldim va endi sekin o'tiramiz. Bo'ldi. Endi kompas bo'ylab ketishimiz kerak. Ha, tezroq men ketib olmasam bu yer pishi bo'lmaydi. Bo'ldi, tezroq ketib olish kerak. Ha, let's go, bo'ldi. La'nati. 20 kun o'tdi. Men to'g'risini aytsam, o'tiraverib juda ham charchab ketdim. Bola, charchamadim, ya'ni ovqatim ko'p, lekin men bu yerda bitta joyimda o'tirib, ustiga bu yerda ko'nglim ham aynishni boshladi bu suvdan. Ha, bola, men o'sha anchadan beri suzyapman, lekin hech qanday yerni ko'rmayapman. Ha, 20 kundan beri shu dengizda yuribman, lekin hech qanday natija yo'q. Ha, mayli, nima bo'lsa ham mayli, bunda chiqib qolar. Bo'l, tushunmadim. Delfin va delfin degani bu yer. Ha, demak, yer bo'lsa, demak bu gallyutsinatsiya emas. Iltimos, bu gallyutsinatsiya bo'lmasin, iltimos. Ha, delfinlar, rahmat, delfinlar. Men topdim. Rahmat. Iltimos, gallyutsinatsiya bo'lmasin, iltimos. Ko'zimga ko'rinmagan bo'lsin, iltimos. Ko'zimga ko'rinmagan bo'lsin. Bo'linglar.
ha va yer va nihoyat yer yer bo'la tezroq ana Xiram ham o'sha yerda bor men bilaman Xiramni ham ko'rganman bola va men qancha qiyinchiliklardan o'tdim bola men bu yerdan qancha 20 kun dengizda yashadim bola 20 kun 20 kun dengizda yashash oson bo'lmadi qancha qiyinchiliklarni o'tkazdim men hozir esa 10-qishloqqa boraman bola suvni ko'rsam ko'nglim ayniyapti bola sizlarman men kompot bo'ldim keyingi videomizda ko'rishguncha hammaga xayr